Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum, hurmatli Nolon kanali kuzatuvchilari, aziz bugun biz xudo xolasa Surxondaryo Sherobodni eng katta teplisalardan biridamiz. Mana ko'rishlar mumkin. Hamma joy mana teplisa. Hop, Nodirjon akamizga bitta emas, 12 ta aravadan olib berganmiz. Ko'rishlar mumkin mana. Bitta mana bu yerda mana 11 ta turibdan ko'rishlar mumkin. Hop, bu joyda 200 taga yaqin odam ishlar ekan. Mana akamiz ko'proq olib kelin degandi. Agar ma'qul bo'lsa yana olaman deydi. Xudo xolasa hozir 12 ta olib berdik. Aravamiz ko'rishlar mumkin mana. Nodir akam o'zlari ham chiqib olishar ekan. Hozir qisqagina aravamizni obzorini qilib beramiz. Hop, aravamiz ko'rishlar mumkin mana. Hamma joy yangilikdan bo'ladi. Hop, 1 ga 180 bo'ladi. 180 ga 1 metr bo'ladi. Hamma joy yangilikdan 4 ta yaxshi o'rnga qo'yilgan mana. Mana skuterni o'rnini bemalol bosadi mana. O'rnashlar. Hamma tomoni ochiladi mana. Ikkala yoni orqasi ochiladi. Agar mabodo bortlari kerak bo'lmasa, bortlarni olib qo'yib, shunday holatda o'zini shasi ham bo'ladi mana. Ko'rishlar mumkin. Yengil yurishlari ham. Kelar mana. Bitta skuterning puliga bemalol 5 ta 6 ta olib ishlasa bo'ladi. Ya'ni bitta skuterning ishini bemalol 5-6 tasi qiladi. Zo'r oldi mana. Ochib yopish ham juda ham oson, ko'choqli bo'ladi. Juda ham qulay mana. Ana o'zlari skuterlar bor ekan. Bunga qo'shimcha 12 ta arava olishdi. Endi ya'ni bitta skuterning puliga 5-6 ta olib, ya'ni bitta skuterda odam ishlasa, bunda 5-6 odam ishlaydi bemalol. Zo'r holatda mana o'rnashlar. Kimga shunaqangi aravalar kerak bo'lsa, ekran pastida raqamni qoldirib ketamiz. Aloqaga chiqarsa, dastlabki kelishga olib yetkazib beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.